Mana Sovet davrida mana shu imorat tushgan joy, mana shu yerda juda katta ipodrom bor edi. Ipodrom, otchopar. Baland qilib qurilgan, tagi ayvon, usti katta plashatka. Hani o'sha yerga u paytlar hokim demas edi, obkom sekretari, raykom sekretari, ularning hammasining birinchi o'rinbosarlari o'rislar bo'lar edi. Har yili paxta bajarilgandan keyin hosil bayrami shu noyabrning oxirida mana shu yerda bo'lib katta ko'pkar berilardi. Adashmasam 1988 yo 89-yillar edi. Har yili kelamiz, mashinalarni bezab, xirmon muborak bo'lsin, ona vatanga 5600 tonna paxta berganmiz. Karl Marx nomli davlat xo'jaligi degan yozuvlar bilan mashinani bezab olib kelib qatnashardik mana shu yerda. Hozir buning hammasi mana City, Sayxan City qurilib, ularni buzib olib tashlabdi, betonlari naryoqda yotibdi. O'shanda mana shu minbarda bari obkom, raykom sekretarlari turibdi. Pastga katta sahna qilgan, Sherali Jo'rayev kelish kerak. Muzika chaladigan musikantlarning hammasi sahnada mikrofonlar bilan tabriklab, obkom sekretarlari tabriklab, xalqni bayram bilan mana tinglanglar. Hozir Sherali Jo'rayev konsert beradi degandan keyin ham Sherali sal kechikib keldi. U ot bilan keldi, otga minib. Appak sallani o'rab olib, uzun qilib biyani yelkasiga tashlab qo'ygan, qo'lda tor, bitta chavandoz otini yetalab kelyapti, qolganlari atrofida. Shunday keldi, chap qo'lda obkomlar, raykomlar, chap qo'lida boyagi imoratning ustida, o'ng qo'l oldi, bu yoq hammasi xalq. Shunday o'sha yerda otni to'xtatdi, muzikachilarga imladi, muzikachilar muzikani chaldi. Bobo dehqonim degan qo'shiqni boshladi o'sha yerda ot ustida turib. Beshikdan sahroga uloqqan yo'llar, qilichmas ketmanga uzalgan qo'llar, tuproqdan yaralgan rizqi o'zimiz, ona allasidan boshlangan kuylar deb boshi yaxshi boshlanib kelib, belingga quvvat bo'lay, dardingga darmon, mehnat deya yaralgan ey bobo dehqon, senga hamnafasdir chorvador cho'pon degan joylari bor edi. Shunday qilib sekin keyin kattalarning g'ashiga tegadigan tomoniga o'tib ketdi qo'shiqda. Chorvador deganda cho'l tog' eslanar, horg'in cho'pon tutgan tayoq eslanar. Ba'zan sening zahmating qolib, barra kabob, qimiz, qaymoq eslanar degan joylarga kelganda boyagi obkomlar, raykomlar bir-biriga qarab pichir-pichir boshlandi. Sherali tobora avjiga chiqyapti bu yog'i. Belingga quvvat bo'lay, dardingga darmon, mehnat deya yaralgan ey bobo dehqon, senga hamnafasdir chorvador cho'pon. Bularga yoqmaganini Sherali ham bilyapti, qo'shiq yoqmaganini. Keyin sekin yana ularga kallasini burib oldidaning so'zim yoqmaganlar chidab tursinlar, issiq tanasiga o'ylab ko'rsinlar. Sen oylab o'tkazgan qoru yomg'irda mard bo'lsalar bir kun chidab bersinlar. Ulug' vatan uchun zirhu qalqonim, chorvador cho'ponim, bobo dehqonim dedi. Melisalar shunday zinalardan tushib boshlavdi. Boyagi chavandoz jilovda ushlab turgan otni olib mana bu tomon baland tog'. Hozir tuman afsus yaxshi ko'rinmayapti. Ana shu yoqqa qarab Sheralini olib qochib ketdi. Orqasidan hammasi o'rab olib, tapir-tupir mana shu tomonga qarab ketdi. Sheralini sallalari chuvoldi, qo'li bilan mahkam egardi, qoshidan ushlab olgan. Shu tog'ning ustiga olib bordi. Bu yoqdan orqasidan mashinalar ketdi. Shu go'yo Sherali o'sha yoqdan yo Samarqandga o'tib ketdi, yo Toshkentga qaytarib ketdi, qaytib kelmadi. Bu yoqdagilar darrov xas boshlab konsertimizni boshlaymiz, mana davom ettiramiz, keyin ko'pkari bo'ladi deb Sherali ketdi. Odamlar chuladi qoldi. Ana shu voqeani ko'rganmiz. Yo 88 yo 89-yil edi.
Baba dehqonim degan qo'shig'i hozir videodan keyin o'sha qo'shiqni ham qo'yib beraman. Qo'shiqni mazza qilib eshitib ko'ringlar. Mana o'sha yer, o'sha ipodromning o'rniga mana shu bilim va malakalarni baholash agentligi uzun imorat qurilibdi. Xuddi shu yerda ipodrom edi oldi. Mana bu tomonda ko'pkari chopilar edi. Shunday ochiq shu yer joy edi, tog' adirli ko'pkari chopadigan. Mana bu tomonni tog'i, naryoqda juda baland tog' bor. O'sha baland tog'ning ustiga olib chiqib ketgan Sheralini. Sheralini ketish hali ham ko'z oldimda. Ikki qo'li bilan egarda mahkam ushlab olgan ketib boryapti. Chavandozlar otni o'rab olgan, bexavotir shu yoqqa olib chiqdi, mashinasi bor, keyin olib ketdi. Shu bilan bizlar ham bu yoqqa yig'ishtir narsalarimizni yana sovxozga qaytib ketdik. Ana shunday qilib hosil bayramini shu yerda bir 3 yil o'tkazganmiz. Yani hozir bu yer Sayxan City bo'lib juda o'zgarib ketibdi. Surishtirib mana shu yerning местный xalqlaridan topib oldim. Xuddi shu yerda ekan plitalarni nariyoqqa chiqazib qo'yibdi, ipodrom plitalarini. Ha, endi qo'shiq qo'yib beraman. Mazza qilib eshitinglar, mayli, sog' bo'linglar.